Dunning-Kruger effekti haqida eshitganmisiz? Bu eng mashhur psixologik hodisalardan biri bo'lib, past malakali odamlarni o'zini qobiliyatlarini noto'g'ri baholab, ularni yuqori deb o'ylashlariga aytiladi. Aynan mana shu odamlar men hammasini bilaman deb fikrlashga moyil. Ular bilimlari sayoz bo'lishiga qaramasdan o'zlariga haddan ortiq ishonishadi. Keling endi yopiq fikrlash tarzi va o'suvchan fikrlash tarzi haqida gaplashamiz. Tadqiqotchi Carol Dweckning konsepsiyasiga ko'ra, men hammasini bilaman deb fikrlaydigan odamlar yopiq fikrlash tarziga xosdir. Bunday fikrlash tarzidagi odamlar o'z qobiliyatlari tug'ma va o'zgarmas deb hisoblashadi. Shuning uchun ham yangi narsalarni o'rganishga ehtiyoj sezishmaydi. Aksincha, o'suvchan fikrlash tarzi bo'lsa, doimiy o'rganish va rivojlanishga ochiqlikni anglatadi. Shu yerda mashhur faylasuf Suqrotni mana shu gapi esimga tushadi. Yagona biladigan narsam hech narsani bilmasligimdir. Hech kim hamma narsani bila olmaydi. Shunday ekan, keling o'rganishga va rivojlanishga doim ochiq bo'laylik.